Assalomu alaykum hammaga. 23:30 bo'lyapti. Hali ham ishlamiz. Lacetti Pro 6 avtomat bitdi. Emulyatorlari, kabellari ko'rildi. Ba'zi bir trubkalari, chetadagi ular qilindi. BSL rejimda programma qilindi. Xo'p. Emulyator qo'yib qo'ydik. Bizning o'tan gazga o'tishlari zastonkasida muammo bor edi. Bizning o'tadi, gazga o'tdi. Valyavorot hamma yo'llar cho'tki. Qarinada ham umuman o'zgarish, tig'ot tushib ketishlar, bunday narsalar yo'q. Hamma yo'llar cho'tki. O'chirib yaxshi ko'ramiz. Yarimta o'tolab hammasi zo'r. Zaslonkasida ozgina muammo bor ekan, zaslonkasini yangilashadi. Xudo xolasa boshqa muammo yo'q.